Hammamiz sevib iste'mol qiladigan nisholdani foydali xususiyatlarini bilarmidingiz? Hozir uning 6 ta foydali tomonlarini sanab o'taman. Lekin nisholdani zararli tomonlari va ayrim insonlarga mumkin emas bo'lgan tomonlari bor. Izohlarda plus belgisini qoldiring, men sizga uni jo'natib qo'yaman. Foydali tomonlari: birinchisi, immunitetni mustahkamlaydi. Nisholda tarkibida glyukoza va oziq moddalari organizmga quvvat beradi va immunitetni mustahkamlaydi. Ikkinchisi, energiya manbai. Nisholdada uglevodlar ko'p bo'lib, tez energiya beradi. Odam charchaganda, kuchsizlanganda nisholda yesa, unga foydali bo'lishi mumkin. Uchinchisi, yo'tal va tomoq og'rig'ini yengillashtiradi. Nisholda an'anaviy ravishda yo'tal va tomoq og'rig'ida ishlatiladi. Ya'ni u tomoq shilliq qavatlarini yumshatib, tomoq og'rig'ini yengillashtiradi. To'rtinchisi, oshqozonga foydali. Nisholda hazm qilish faoliyatini tezlashtiradi va hazm jarayoniga yordam beradi va oshqozon shilliq qavatini muhofaza qiladi. Nisholda tarkibidagi yetmak ildizi esa oshqozon ichak sistemasini tozalaydi. Beshinchisi, kalsiy va oqsil manbai hisoblanadi. Nisholda tarkibida tuxum oqi bo'lgani uchun kalsiy va oqsil manbai hisoblanadi. Bu esa suyak mushaklarimizga foydali hisoblanadi. Oltinchisi, ruhiy holatni yaxshilaydi. Ya'ni nisholda iste'mol qilganimizda miyada xursandchilik gormoni, ya'ni serotonin ajralib chiqib, bizning kayfiyatimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Har kuni 2-3 qoshiqdan nisholda yeb turing va bu foydali ma'lumotlarni tanishlaringizga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.